Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Yuragi bo'shlarga ko'rish tavsiya etilmaydi. Toshkentda hozirgina mudhish voqea sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan u yerda bo'lgan insonlarning oila a'zolari va yaqinlari darhol xabardor bo'lishlari uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrining Yashnobod tumanida joylashgan omborxonalardan birida 29-aprel kuni yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, chorshanba kuni soat 17:05 da Toshkent Halqa avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan omborxonada yong'in bo'layotganligi to'g'risida shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shundan so'ng qutqaruv ekipajlari voqea joyiga soat 17:08 da yetib borgan va yong'inni bartaraf etishga kirishgan. Qayd etilishicha, yong'in soat 17:30 da qurshab olingan va 17:47 da to'liq o'chirilgan. Shunday qilib, yong'in qutqaruvchilari tomonidan 42 daqiqa ichida bartaraf etilgan. Hozirgi vaqtda yong'in sababi hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida tan jarohati olganlar haqida xabar kelib tushmagan. Vaziyat to'liq nazoratga olingan deyiladi xabarda.